Men bu metropolitenga kelganimga 10 yil bo'ldi. O'zim asli Surxondaryolikman. Toshkent shahrida 15 yil bo'ldi ko'chib kelganimizda. Metroning hidini, avvalambor hidini gapirishadi. Tasvirlash juda qiyin. Keksa yosh, yoshlar, o'rta yosh, ayol, qari, keksa hamma yoshdagi chehralarni ko'ramiz. Yer ustidagi odamlar haqida ko'plab intervyular olganman. Lekin yer ostida bir soha vakillari borki, ular ana shu yerdagi ozodalikka qarashadi. Bular metro farroshlari. Men bu metropolitenga kelganimga 10 yil bo'ldi. Ish vaqtimiz soat 8 dan 8 gacha. Bizani Xalqlar do'stligi bekatida nachalnikimiz Izzatjon G'ayratjonov hamda dejurnimiz To'lanova Dildora opa tomonidan har kunlik ish faoliyatimiz bizga rejalashtirib beriladi. Ish faoliyatimizda biza dejurni hamda nachalniklarni ish buyrug'iga qarab, ya'ni berilgan ish soatiga qarab o'sha ishni olib boramiz kun davomida soat 8 dan 8 gacha. Smenimizga toza va ozoda tutishni hamda smen orqali passajirlarga muomalamiz, madaniyatimiz hamda ularni qiziqtirgan savollariga javob beramiz ish faoliyatimiz davrida. Farzandlaringiz, oilangiz haqida ham qisqacha gapirasiz. Farzand, 4 nafar farzandlarim bor. Xo'jayinim, turmush o'rtog'im ya'ni aeroportda ishlaydilar. Ular bilan ish faoliyatim, bolalarim bog'chada, maktabda o'qiydilar. Ish faoliyatim paytida ular maktabda, bog'chada. Qolgan faoliyatim ishxonada. O'zingiz qayerliksiz? O'zim asli Surxondaryolikman. Toshkent shahrida 15 yil bo'ldi ko'chib kelganimizda shu metropolitenda ishlab, ish faoliyatimni yuribman. Ya'ni yer ostida, qani odamlar bizadan kelganda hayratlan, ya'ni har bir passajir kelganda bizada yerni, ya'ni hidini, metroning hidini, avvalambor hidini gapirishadi. Keyin tozalik, ya'ni tozalatganimizda necha mahal tozalik bo'lishini, qanaqa ish faoliyat yuritishlarimiz haqida juda qiziqishadi passajirlar. Menimcha metropolitenning eng og'ir ish kuni yo'q. Chunki passajirlar bilan ishlash juda muloqot bilan ishlash juda qiziqarli. Bizada ya'ni kichik, ya'ni 7 yoshdan 70 yoshgacha passajirlar tushib keladi. Ularni har xil savollari bizlar bilan muloqotimiz juda yaxshi o'tadi kun davomida. Hozirda Xalqlar do'stligida ko'p turistlar keladi. Qadimiy, ya'ni yer ostida bo'lganimiz uchun biza qadimiy, ya'ni chiroyli narsalarimiz metropolitenda ko'pligi uchun ular qiziqishib o'sha ish faoliyatimizga ham, ya'ni o'sha stansiyalarga har bir qiziqish bilan borishadi. Boshqa shaharlardagi metrolarga ham borib ko'rganmisiz? Sayohat. Boshqa shaharlarga, Rossiyaga borganman, lekin bizadikidek qadimiy, chiroyli anaqalarni ko'rmaganman. Ketish oldi hazillarimiz bo'ladi. Bugun mana bunaqa ish bo'ldi, bugun mana bunaqa ish bo'ldi. Faoliyatimizda qiziqarli jarayonlar haqida bir-birimizga bo'lishamiz. Bir kunda nechta chehra ko'rasiz? Juda ko'p. Juda ko'p chehra ko'raman. Ya'ni chehralarni tasvirlash juda qiyin. Keksa yosh, yoshlar, o'rta yosh, ayol, qari, keksa hamma yoshdagi chehralarni ko'ramiz. Farzandlarim bor, meni baxtim. Sog'lik eng birinchi o'rinda baxt. Insonning eng yaxshi baxti sog'lik. Rostdan ham qiziq. Soatlab yer ostida ishlash, kunda har xil insonlarni ko'rish. Urolay opaning esa bu sohada 10 yillik tajribasi bor. Qahramonimizga doimiy mana shunday tabassum tilaymiz. Farzandi, turmush o'rtog'i baxtiga doim sog'-salomat yursinlar. Ushtum uchun maxsus jurnalning muxbiri Ozodbek Sharobiddinov tayyorladi.